o'zim yoqtirgan odam bilan video podelиться qilgan edim. Rosa ham yaxshi tilinglar bildiribsizlar. Rahmat kattakon. Ko'pchilik merime deb o'ylabdi. Bu merime emas edi. Bu romantichniy ужин edi. Qachon yerga tegasan, seni kim oladi? Qari qiz bo'lib qolding, tuda-suda. Gaplar uchun podelиться qildim men hayotimda kimdir borligini. Rahmat chiroyli gaplar uchun. Endi Nito g'alamisizlar, meni ko'ra olmaydiganlar. Men haqimda yaxshi bilmaydiganlar, men kiygan oyoq kiyimlarni kiyib ko'rmaganlar, men yurgan yo'llarda yurib ko'rmaganlar. Men haqimda Nito narsalar o'ylayotganligi chiroyli qilib video chiqaruvdim-da. Meni yoqtirgan odamim bor. Mumkin bo'lganicha o'zim shaxsiy hayotim haqida hech narsani gapirib chiqmayman deb o'zimga o'zim so'z berardim-da. Aralashtirmayman, prosta odamlar kayfiyatini ko'tarib, chiroyli narsalar gapirib, insonlar nazarida pozitivniy qiz, o'z hayotda ham shunaqaman, pozitivniy qizligimni ko'rsataman faqat deb o'ylardim. Lekin shaxsiy hayotim haqida majbur bo'lyapman sekin-sekin gapirib berishga. YouTube kanalimga o'tib podpisatsiya qilib qo'yinglar. Ko'proq u yoqqa video qo'yayapman hozirgi kunda. Sizlarni yaxshi ko'raman. Like ba'zan.